2025-2026 yillar qish mavsumiga mavsumiy ob-havo prognozi e'lon qilindi. O'zbekistonda kirib kelayotgan qish mavsumi bo'yicha dastlabki mavsumiy prognoz taqdim etildi. Mutaxassislarning aytishicha, bu yilgi qish odatiy me'yorlardan biroz farq qiladi. Ayrim oylar iliqroq, ayrim davrlarda esa anomal sovuqlar kuzatilishi mumkin. Dekabr oyi biroz iliqroq bo'ladi. Dekabr oyida havo harorati ko'p yillik normadan 1-1,5 daraja yuqori bo'lishi kutilmoqda. Oy boshida havo iliq saqlanadi. Kechasi 0+5, kunduzi +10 daraja atrofida. Oyning ikkinchi yarmida harorat keskin o'zgarib turadi. Kechasi +2-+7 darajadan 0-5 darajagacha pasayishi, kunduzi esa +12-+17 darajadan +2-+7 daraja oralig'ida bo'lishi mumkin. Yog'ingarchilik miqdori norma atrofida yoki undan kam bo'ladi. Yanvar oyi ayrim hududlarda ancha sovuq. Yanvar oyi umumiy hisobda me'yorlarga yaqin bo'lsa-da, ba'zi hududlarda ancha sovuq bo'lishi prognoz qilingan. Oy boshida harorat keskin o'zgaradi. Kechasi +3-+8 darajadan -3-8 darajagacha, kunduzi +10-+15 darajadan -2-+3 darajagacha. 3-10 esa anomal sovuqlar kutilmoqda. Ko'pchilik hududlarda kechasi -12-17 daraja, kunduzi -5-10 daraja. Nukus va Urganch tomonda sovuq kechalar -20-25 darajagacha tushishi mumkin. Fevral oyi normaga yaqin, lekin boshlanishi sovuq. Fevral oyi ko'p yillik me'yorlarga yaqin bo'ladi. Oy boshida sovuq davom etadi. Kechasi -5-10 daraja, kunduzi -3-+2 daraja atrofida bo'ladi. Ikkinchi va 3-10 kunliklarda esa havo sezilarli iliqlashadi. Kechasi -2-7 darajadan +3-+8 darajagacha, kunduzi 0-5 darajadan +10-+15 darajagacha. Janubiy hududlarda ayrim kunlari kunduzgi harorat +20 darajagacha ko'tarilishi mumkin. Mutasaddilar aholiga va iqtisodiyot tarmoqlariga qishki sovuqlarga tayyor bo'lishni tavsiya etmoqda. Shuningdek, ushbu prognoz yakuniy emas, ob-havo sharoitiga qarab o'zgarishi mumkinligini ham aytishmoqda.